Assalomu alaykum aziz opa-singillar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan rezinkali chop o'rganamiz. Bu bizga nima uchun kerak bo'ladi? Jemper to'qiganimizda, koftichkalar to'qiganimizda pastki manjet qismiga to'qiysiz. Shapka to'qiganingizda peshona qismida boshni qattiq ushlab turish uchun to'qiladi. Buning uchun bizga o'zingiz yoqtirgan rangdagi ip, men shu rangni juda ham yaxshi ko'raman, shuning uchun har doim videolarimda mana shu rangdan foydalanaman. Hamda 1,5 kurchok kerak bo'ladi. Birinchi zanjir olishdan boshlaymiz. Buni bilasiz. Zanjirni mustaqil ravishda o'zingiz olasiz. 10 ta, 12 ta zanjir olsangiz yetadi. Ta olsam kam bo'lib qolar ekan, sizlarga ko'proq ko'rsatish uchun 20 ta olaman. Mana zanjir oldik. Reznaki cho'q olamiz. 2 ta havodan petli olib, kurchokka asosiy ipni aylantiramiz hamda ikkinchi petladan kiramiz. Mana bunga oldik, 3 ta oldi. Mana buni olamiz, keyin yana buni olamiz. Yana qaytaraman, mana ipni aylantirib olamiz. Mana 3 ta bo'ldi. Endi shuni ikkitasidan o'tamiz. Keyin yana ikkitasidan o'tamiz. Mana aylantiramiz. Buni men sizlarga avvalgi videolarda ko'rsatganman. Qator oxirigacha o'zingiz mustaqil ravishda to'qing. Qator oxirida yana tushuntirib o'taman. Mana qator oxirigacha keldik. Oxirgi petlarni qoldirdim. 3 ta havodan petla olamiz, aylantiramiz. Endi mana bu oradan emas, zanjirdan emas, petlani o'zidan olib orqasidan o'tkazamiz. Yana aylantiramiz, keyingisini oldi tomondan o'tkazamiz. Keyingi nakitli petlamizni mana sizlar mana bu yerdan olyapman, buni orasidan o'tkazib, mana bunday holatda chiqadi. Mana shunday holatda to'qiladi. Bitta o'ng, bitta chap qilib to'qib ketasiz. Qator oxirigacha. Sizda mana shunday ustunchalar hosil bo'ladi. Mana qator oxirigacha to'qib oling, qator oxirida yana tushuntirib o'taman. Mana azizlar, qator oxirigacha to'qib keldim. Yana 3 ta havodan petla olamiz. E'tibor beramiz. O'ng tomonidagilarni o'ngdan, chap tomonidagilarni chapdan olib ketamiz. Mana aylantiramiz kurchokdan ipimizni. Mana chapdagisini mana ko'ryapsiz. O'zingizga qarab turgan tomondagisini bo'rtib chiqqan mana bu petlani o'zingiz tomondan olasiz. Sizga teskari turgan tomondagi mana bo'rtib chiqqan mana bu petlani orqa tomondan olamiz. Mana o'zi ikkinchi qatorda oson bo'lib qoladi bilan. Endigisini ichkari tomondan olyapmiz. Keyingisini mana tashqi tomonga o'sha petlab bo'rtib chiqqan mana shu petlani olamiz. Endigisini mana ichga o'zimiz tomondagi orasidan kirgizamiz. Mana olamiz.
keyingisini esa tashqi tomondan olyapmiz. Mana shunday holatda to'qiladi. Bu juda ham oson. Birinchisida xato qilmasdan to'g'ri to'qisangiz, qolganlari ham shunday bir tekisda to'qiladi. Va nihoyat oxiriga petlamiz. Mana bunisi qoladi. Mana bu ichki tomondagisini olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bizda rezinka hosil bo'ldi. Mana bu tomoni ham bir xil. Mana shunday holatda to'qib boriladi. O'zingiz mustaqil ravishda to'qib ko'ring. Tushunmagan joyingizni Telegram kanalimizga o'tib yozsangiz, men sizga albatta javob qaytaraman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.